Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Sevimli aziz vatandaş qarindoshlar, bugün 2021 birinci ayının 22. günü Cuma etiganda Kabe Şerif'e ömür qilish uchun ve shundaqla qarindoshimizga shu Kabe'ninki qisqacha tarixi bilan ömür qilishniki qisqacha naq maydon ko'rinishini tushuntirish asosida bu videoni ishlab turibdik. Biz ömürge niyetini qilib kirgandan keyin biz shu Kabe'ni biz tavof qilmoqchi bo'lgan vaqtimizda Bismillahirrahmanirrahim deb bir Kabe'ning eshiklardan içirimiz. Lekin bizniki vatanniki olimlari shu Babus Salom degan eshikdan kirish kerak degan bir qarashni yoqlagan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hamda bir qatimliq bir necha qatimliq kirishda shu Babus Salomdan kirgan ekan. Chunki Rasulullohning uyi shu Babus Salom tarafda bo'lg'achqa, shunga shu yerdan kirish balkim Rasulullohga munosib bo'lishi mumkin. Eng muhimi Kabe'ning qasdidan kirsak bo'ldi. Biz kirgandan keyin Kabe'ga qarab bir shirkatda Hayatul Masjid o'qib, Kabe'ga shundoq kelimiz, mana kelib, ma o'dilimizni ko'rgan shu kumush Kabe'ninki Hajarul Asvad qo'yoqliq tosh bo'ladi. Şu kelib ben tavafni boshlaymiz. Tavafning boshlanish nuqtasimi shu, oxirlash nuqtasimi shu. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir tavafni boshladik. Mana tavafni boshladik. Mana bu shaklda oylanamiz. Mana shu Hajarul Asvad bilan darvozaning oralig'ida 1,5 metr, 2 metr oralig' bor. Bu Multazim degan o'rin. Bu Multazim degan o'rinda Abdullah ibn Abbosdan rivoyat qilinishicha, har qanday kishi shu o'rinda duo qilsa, buning duosi shartsiz ijobat degan ekan. Xo'sh, biz tavaf qilib ma'duq. Tavafda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kelgan bir necha duolarni o'qiymiz. Undan boshqa o'zimizniki xohlagan shaklda har qanday tilaklarni, duolarni o'qisak bo'ladi. Mushariyanda biz 7 qatim o'yinimizda 7 qatim cho'glashning o'zi bir tavaf hisoblandi. Undaqda biz Kabe'ninki qisqacha bir tarixini so'zlab o'taylik. Endi Kabe degan so'z nima degan bo'ldi desa, Kabe degan mana to'rtchasi bir to'pilikka joylashgan bir odamning ko'ziga aytdi, qarsilab ko'rinib turadigan narsani aytdi Kabe deymiz. To'rtchasi uy deganimiz bunda bo'ldi. Bu mana sizlar ko'rgandek mana to'rtchasi qutiga o'xshaydi. Endi Kabe qachon silingan degan vaqtida Kabe'ninki qachon silinganligi haqida ulamolar orasida xilma-xil qarashlar bor. Buning ichida Kabe'ni tunji qatim bino solgan ular hamda farishtalar, ondan keyin Adem alayhissalom, ondan keyin Adem alayhissalomning o'g'illaridan Shis alayhissalom bino qilgan. Ondan keyin İbrahim alayhissalom, İbrahim alayhissalomni yana tunji qatim solgan degchilar bor. Lekin İbrahim alayhissalom Nuh alayhissalatu vasallam dunyodan ketgandan keyin to'pon balasi voqeasi bilan turli sel ofati, turli ofatlar tufaylidan Kabe'ninki asli butun yo'qolib ketgandan keyin, yo'qolib ketgandan keyin Kabe'ninki o'g'lini tepib, shu o'g'lining to'pini ko'targan adam. Chunki oyatda bu haqida Bismillah, estağfirullah ve iz yerfa'u İbrahimul qavaida deydi. Ya'ni İbrahim alayhissalom o'z vaqtida Kabe'ning o'g'lini ko'targan deydi. Bu ko'targan degan gap yangidan soldi degan emas. Ya'ni bu asli o'g'lining to'piga yukli deydigan bo'ldi. Shuning uchun bu Qur'ondagi bu lug'at ma'nosini asoslanib turib, İbrahim alayhissalom Kabe'ni tunji sog'ich emas, yo'qolib ketgan holatda tunji yanglab sog'ich bo'lsa-mu, lekin endi Kabe undan burun silingan deydi. Chunki buning dalilida yana shu Kabe'ni ziyorat qilgan, Kabe'ga tavaf kelgan nurg'un payg'ambarlarniki qissalari, boyonlari bor. Bu payg'ambarlarning ba'zi İbrahim alayhissalomdan burun kelgan payg'ambarlardan. Shuning uchun İbrahim alayhissalom tunji sog'ich bo'lmasdan yo'qolib ketgan holatda tunji asli keltiruvchi bo'ldi. Kabe'ni İbrahim alayhissalom bilan o'g'li İsmoil alayhissalom bino qilgan. İbrahim alayhissalomga bolasi İsmoil tosh ekib berdi. Shu toshlarni ekilib ko'tardi. Mana birinchi tavof tugda. Bismillah, Allohu akbar deymiz. Shundan Alloh Hajarul Aswadning o'dliq kelgan vaqtimizda Hazreti İbrahim alayhissalatu vesselam shu Kabe'ninki binosi ko'tarilgan vaqtida, u vaqtida hozirgidek bunda egiz emas, ham shu 4-5 metr egizlik silingan holatda mana maqomi İbrahim deymiz.
Mavi İbrahim Aleyhisselam'daki izi şu taş koyulgan. Cennetten düşürülgen iki taş var dedi. Biri Hecrül Esved, biri İbrahim Aleyhisselatü Vesselam şu Kabe'ni bina kılgan vakti sağgan şu taş dedi. Bunu yakut taşlar deydi o. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam İbn Kesir'in rivayeti deyişçe bu taşka hem de İbrahim Aleyhisselam'daki izi düşkenken. Bu izi var taşını ki manı mındağılığı qoğuşum, nəslərlə məndə uyub, bax qılıb sep qoyubdu. İbrahim Aleyhisselam'ın izi orunu. Muş taş arqılıq her bir Kabe'nin kötürülmesi de birden kötürülüp manğan. Ondan keyin hem de bu Kabe hem de Kureyşlerdeki zamansı kirge vaxtıda. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki yaşı 35 kirge vaxtıda bir qıtımlıq muş o ot apıtı da muş Kabe'ni bir ot ketip çöt kuyup ketidi. Kuyup ketkendan keyin muş Mekke'deki Kureyş aqsakalları Kabe'ni biz qaytada yanglaylı. Biz bunu halaldan tapgan pulumuz bilan yasaymiz deb. Bunun yasash uchun tushgan vaqtida bularniki pullari halaldan tapgan pullari bularning qatti yetmaydi. Yetmagan vaqtida mana ma Hijrul Asvad ma bo'lak ma oylanma jumaloq mana bu. Va töbedagi ma 3 ta yeşil belgi var. Ha? Chirog'ningki belgisi var. Mush o'rinma asli İbrahim Aleyhisselam sağa ol mushagich kilidi. Lekin bu halaldan tapgan pul yetmagandan keyin Qurayshlarniki mush bo'lakini qo'yib tashlab qo'yib Haramning Kabe'ning hozirgi shu turgan joyini yasaydi bular. Aşağı altına. Şu jarayonda mundaq bir qissini elib o'taylik. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu peygamberlik kelgan emasdi bu vaqtlarda. Shuna bo'lsa-mu, mush Kabe'ni tutib bo'lgan vaqtida Hijrul Aswadni kim qo'ydi deganda talash tartish qildi. Qurayshlarning ichidagi butun jamoatlar, Abdulmuttalib jamoati, Bani Hashim jamoati deymiz, Umayyi jamoati deymiz. Hamma Quraysh qabilasi lekin bir jamoatlar bor-da, bular hammasi oymoqlar. Kim qildi buni? Kim qo'ydi degan vaqtda biz qo'yamiz. Yani bu mertebeni hech qaysi bir-biriga o'tangiz kelmadi, qattiq o'tangiz kelmadi. Shuning bilan hatto shu bir-biri bilan shu jangi jidal bo'lib, hatto qonliq to'qnish qilib bag'iltas qoldi. Shu vaqtida Qurayshlarniki eng aqlliq zotlardan nimenin Ebu Sufyan'ın kayıntısı Hindi diye ayağındaki oksidos nime dadısı gerek. İsmi Allah. Şu adam Utbe azın oylama Utbe bulmuş mümkün. Nayt akıllık adam tüken kafir olab gitti lekin nayt bak akıllık Quraysh'tan bak qattiq danas etti. Bu adam dedi ki işkitin kim kirse Aşninki gepini gap qilayli, aşı qanday hukm bersa shu bo'yicha hukm beraylik, ijro qilaylik degan ekan. Ma'qulda bammisi bu fikr qo'shaldi. Qo'shalgan vaqtida Payg'ambar Aleyhissalatu Vesselam kirdi-da, kirib, buni qanday hal qilamiz? Voy Muhammad kiribdi, bu ishonchlik, buning gapini hammamiz anglaymiz deb qo'shilib ketgan ekan. Payg'ambar Aleyhissalatu Vesselam to'xtan unda vaqtida bital rahni silib, shu rahga Hijrul Aswadni o'zi ilib, mana shu Hijrul Aswadni o'zi ilib hamma qabila jamoatdagilar bizdan tutinglar deb darhol hammalar mushagi Hijrul Aswad mushag ko'tardida. Ko'tab hammalar ko'tarib turdi bir bujikin tutib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib mana shu muborak shu joyga Hijrul Aswadni qo'ygan. Shu Hijrul Aswadningki joyi mana shu. Rasululloh demak bir qonliq ixtilofningki oldin olgan. تعال هنا سيد تعال هنا صور الباب بس الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير. صور الباب دقيقة بس الله يجزيك الخير. Ondan keyin mavi ishki olsa ayni vaqtida da yog'ochdan silingan ishkilar, lekin podshoh Abdulazizning zamonasi kelgan vaqtida buni 280 kilogram oltindan yasagan. Bu ishkida yani biz taxirlangan daqiqa Allah yezga xayr. Bas savr daqiqa Allah yezga. Tayba xalas amshi tayb. Bu ishkida yani shundaq bir bizning Uyg'urlarniki bir namunasi tiklangan. Qog'liqlik Abdurrahim Hoji degan odam ishkining ostiga, to'piga Mun xatni yozuvchi Abdurrahim Amin deb yozgan mana Vadi ul xat Abdurrahim Amin. Ay Kabe'ning udul turdi ayna. Mana iniqtat qilmadi. Xatni yozuvchi Abdurrahim Amin deb yozgan. Xo'sh, ma Kabe'ningki oldi darvoza taraf ma'vo.
Endi bu Qurayshlarniki bina vaqti to'shdi. To'shqandan keyin hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir yangilash orzusi bo'lib, Ayşe radhiyallohu anhaga shuna degan ekan. Men Ka'bani bir qaytib bir yangilash orzuyim bordi, lekin Qurayshlar yangidan musulmon bo'lgachqa sizning jamoatingiz demakchi, ya'ni qabilangiz. Buni qayta yangilashni men tez loyiq topmadim dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu orzusiga yetmay dunyodan ketdi. Payg'ambarimiz o'lib ketgandan keyin sallallohu alayhi vasallam Payg'ambar alayhisolatu vasallam Ayşe'ga buni qayta selish orzusini degan bo'lsa-mu, lekin Rasululloh bu orzusiga yetmadi. Yetmagandan keyin bu gapni hamda Ayşe'niki ochisining o'g'li Abdullah ibn Zubayr anglaydi. Rasulullohning mushta orzulash, yangilash orzusi bor, lekin Rasululloh bunga yetmadi degandan keyin Abdullah ibn Zubayrniki zamonasiga kelgan vaqtida o 60-yildan 74-yil bo'lgan araliq. Mush araliqda buni Ka'bani qaytadan chuvib, hatta Quraysh davrida silinmagan tarafdan qo'shab, Ka'baga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hatta Ka'baning darvozasini pas bo'suq bilan tang, ya bilan tang qilaman degan ekan. Abdullah ibn Zubayr Rasulullohning orzusi bo'yicha Ka'baning darvozasini pas qilib, Ka'baning darvozasining qarim-qarshi udul tarafiga bir ishq ochgan. Ishq o'rnatib, adir tashlanib qolgan Hajar degan yanimi qo'shab sog'an. Lekin bu Ka'bani Hajjaj ibn Yusuf Saqafi Abdullah ibn Zubayrga qarshi qo'shin tartib Damashqdan kelib, bu Ka'baga menchinoq etib, tosh etib, Ka'bani portlatib, Rasulullohning zamonidagi holatga etgan. Abdulmalik ibn Marwan bu payg'ambarimizningki bu hadisni anglagandan keyin Isid shu Zubayr Abdullah ibn Zubayrning yasagan bit biz qo'yib qo'ysaqchi deb pushaymon qilgan deyiladi. Undan boshqa hamda Ka'ba asosan bunday qisqa bunday rimnat shaklda yasalgan bo'lsa-mu, Sultan Murad IV'niki zamonasiga kelgan vaqtida Ka'ba asosan shut yerilib, o'ldan ketib yiqilib tushdi. Ondan arlıqda Sultan Ahmed bir deyimiz, mushu podsholar, Osmanlı podshohlari qayta yasayli debdi. Yasaymiz desa, Osmanlı'nınki şu vaqtdagi ulamolar buni rad qilgan ekan. Yo'q, biz buni bo'lmaydi, musulmonlarning qalbidan buningki hayot tuvallab ketadi degan asosda buni chaqqil qo'ymoqda. Lekin Sultan Murad IV'ning zamonasiga kelgan vaqtida Hijriya 17-asrning o'ttirlari, ya'ni nima milodiy. Hijriya shu 1040-yillar taxminan şu aralıqda bunu qaytadan shu chub yasab, hozirgi musholatda yasagan. Ondan buyon buni asosan bu chiqilib boqmadi. Hammasi asosan ringli shaklda. Bu Ka'baningki hamda alohidligi bek zo'r. Birinchi alohidligi ham biz 5 vaqt namozni 5 qatam kunda mush Ka'baga qarab dunyoning qanday yerimizda bo'laylik, mush Ka'baga qarab o'qiymiz. Buni cho'ng fazilat. İnşallah biz Uyg'ur qarindoshlarimizni davomli mush qibladan ayirmasin Allah. Hem de mavi nimaga kelaylik? Biz mavi Ruknul Yamani degan bir tarafga mavi. Yani Yemenga taraf qarab turadigan bulon degan bo'ldi mavi. Mana mushu o'chib qo'yib qo'ygan ash bulon deymiz. Ayshani bunda qo'limizda silash sunnat. Ayshani qo'limizda bunda silash sunnat. Ash Ruknul Yamanidan Rajul Aswad bo'lgan ruknning orliqida Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kelgan bir hadisda Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Ya Allah bizga dunyoda mı ahiretda mı yaxshilik ato qilgin. Qiyomatda do'zax azobidan, oxirat azobidan bizni saqlagin deb duo qilamiz. Mush bulan Hajarul Aswad bilan Ruknul Yamani orasidagi bulanda Rabbana atina degan duoni o'qish sunnat.
Endi bu Kabe'nin yopqa kelsak, bu Kabe'ninki yopqalardan şu sariq oltinda helbirilgan xatlar. Ondan başqa yilda bir qatam almashtiriladi, ipakdan yasiladi, şu raxtlar to'qiladi. Bu Kabe'ninki yopqani tunji yapgan kishi tarixda Hijriyadan 200 yil burun taxminan Yemenning podshosi Tubbaul Yamani degan kishi ekan. Bu kishi Madinada payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga uy vaqf qilgan odam shu. Şu adam tunji qilib o'sha Yemenninki to'llarini kiydirgan ekan. Undan keyin payg'ambarimizning zamonasidami shu to'llar kiyilgan. Hatto Qusay ibn Kilab degan payg'ambarimizningki nechinchi bo'lsa Qurayshlarning shuki bo'lsimi? Bu odammi shu davomli Kabe'ninki yopqini yapadigan, yangi ishlaydigan ishlarga mas'ul odamlar ekan. Ondan başqa qadamma-qadamda Abbasiylar, Umaviylar, Osmonlar zamonasida necha qatim bununla her yili 2 qatim, 3 qatim, ba'zi yilda 1 qatim degandek, ammo ipak raxtlar yosilib Kabe kiydirildi. Osmonlar mas'ul bo'lgan. Osmonlar zamonasida hatto Misrdan keltirildi ekan. Ba'zi Istanbuldan, ba'zi Damashqdan degandek. Bizniki hamda şu Türk milletlerçilik padişahlarımızın Şahruh'naki zamanısı kelgan vaqtida, Tömürlerden. Bu adamning şu Kabe'ga bir yopiqi, bish orzusi varken, shunda bir talab qilib ketsimi, mamlukatlar qabul qilmagan, Osmonlar qabul qilmagan deydi. Chunki hamda balki hamda uningki cho'ng bo'lsa, amir Tömürlan hamda Osmonlar bilan nurg'un qonliq adolat bo'lgach qabul qilmagan bo'lishi mumkin. Ham shundaqla bu shu vaqtdagi bir diniy imtiyozning bir simvoli. Bu diniy imtiyozga ega bo'lish butun dunyodagi musulmonlarga ega bo'lganlikning bir yuksak bir huquqi barobarda, balki bu jihatdan qabul qilmagan bo'lishi mumkin. Endi bu Misrdan keldigan bo'lib, bu yopiqlar yillar lekin shu Malik Abdulazizninki zamonasiga kelganda bu qaytadan zotni Makkada qurib bu yerda nurg'un odamlar ishlaydi. Bu yani inshaalloh bir ziyorat qilish orzuyimiz bor, sizlarga tanishtirish uchun. Mana yilda 1 qatim mush yopiqni yangi ishlaydi. Shu 1 yilda to'qib tugdi-da, xatdan tortib, ipak, shu oltinda shu naqshlangan xatning hammasiga 1 yil vaqt ketadi. 1 yilda 1 qatim almashtirib, koni yopiqni ondan u yonga bu yonga o'zi yaxshi ko'rgan odamlarga hadiya qilib, sovg'a qilib taqdirlanga. Xo'sh, hamda biz Kabe'ninki ömür qilishga boshqa kelgan, bayat ömür qilishini o'tab deb o'taylik. Ham ömür qilmoqchi bo'lgan odam cho'qim bir miqat deydigan bir belgilangan o'rin var. Shu yerda ihrom bog'lash to'g'ri keldi. Ihrom bog'lab, "Ey Alloh, men bir ömür qilmoqchi, bu ömürni men uchun qabul qilgin" deb. Yoki o'lib ketgan ota-onasi urug' tuqqanlar bo'lsa, uning nomidan, "Ey Alloh, men falan uchun ömür qilaman. Bu ömrümni shuning uchun qabul qilgin" deb niyatni qilamiz. Oq ihromni kiyamiz. Mush shaklda mana. Ayollarga bu oq ihrom kiymaydi, erlar kiydi. Ayollar faqat niyatli qilsa bo'ldi. Shuni kiyib, kelgandan keyin bu Kabe'ga kirib, 2 rakat namoz o'qib, Muyajirul Asvatdan o'rindan boshlab 7 qatim tavof qilib bo'lganingizda, 7-chi qatim tikkanda mushak qilib, bismillah Allohu akbar deb qo'limizni bundoq belgi qilamiz, ishora qilib, Allohu akbar deb tugdi, 7-chi qatimni. Tikkandan keyin mana shu maqom Ibrohimning oldidan kelib, matarab kilimiz. Kishilarning qisqirtonchiligiga sabab bo'lmaslik uchun imkon bor, yandirab o'qisak yaxshi. Asli miyada o'qiymiz, matarabda. Matarabda o'qiymiz, asli hozir bu yerda qisqirton cheklab qo'yibdi. Salave. مش هيدخلك لازم فوق. Asli mushoirlikda o'qiymiz, ha? Mushoirlikda o'qiymiz mana. Kabe'ning oldi, maqom Ibrohimning o'diga kelib, mishada 2 rakat namozni o'qib, keynimizga burilib, ilal mas'a degan yava. Mas'a degan Safa Marva taraf mava. Safa Marva chiqish yo'li.
Müştamamız. Mana muş koridordan kelgancha tepek chiqib Safa Marva tarafga boramiz. Hamda niyat, hamda ömürde 3 asas var. Birinci asas şu niyat qilish farz. Niyat qilmasak, ömür qilmaydigan niyatimiz bo'lmasa, shu ihramni bog'lash bilan birga bu ömrimiz ömür olmaydi. Birinci niyatni qilamiz, ikkinchi tavofni qilamiz 7 qatam. 2 farz, 2 asas tugdi. Üçüncü Safa Marvani cho'g'laymiz, nima oylinimiz, yuguraymiz. 7 qatam yugursak bo'ldi. Shundan bilan chechimizni ya tushiramiz, ya qirqaymiz. Shundan bilan ömür qilamiz. Endi ömürning ajrini nima olsak, Payg'ambar alayhisolatu vassalam endi bir ömür qilgan odam yana bir qatim ömür qilishlik oraliqdagi gunohlari yuyilib mangadi degan payg'ambarimiz. Yana bir hadisda bir odam ömür qilib bo'lib, ömür qilgandan keyin shu yili haj qilgan bo'lsa, bu odamning gunohlari yana onadan tug'im bo'lishi bilan birga bu odamni kambag'allik bosmaydi, yo'qsullik bosmaydi degan. Bu kambag'allik bu yerda rasmiy iqtisodiy kambag'allikmi yoki imoniy kambag'allikmi? Bu bizga aniq emas, lekin inshaalloh balkim bu yerda hamma kambag'allikni Alloh ko'tarib mayli imoniy kambag'allik, mayli onundan boshqa iqtisodiy kambag'allik, yo'qsullik bo'lsin, hammasini Uyg'ur qavmining ustidan Alloh ko'tarib olsin. Biz mana ömrning shirkat tavobdan keyingi namozni ma'arliqda o'qiydi ekanmiz. Mana töbege chiqib o'qsanglar bo'ladi. Biz bayatning pastga tushgandigan sizlarga töbede o'qsanglar bo'ladi. Buni Ka'baning darvozasiga qarab turib, maqom Ibrohimga qarab turib, mishada o'qiymiz. Xo'sh. Bugun turishimiz mishakchi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.